Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar, hurmatli obunachilar. Sizlar bilan men Temurbek, Temur Karvon kanali admini. Bugun sizlar uchun Toshkent viloyati O'rtachirchiq tumani Uyg'ur mahalla fuqarolar yig'inida tayyor 6 sotiklik uy-joy xonadon sotuvga qo'yildi. Arzon narxda ulgurib qolinglar, maza qiladigan joyi. Mahallani ko'ryapsizlar. Qiloy mahalla. Buzilish, qurilish, nos hech nimaga tushmagan. Bu yoqlar dala mana. Kengchilik, mo'lchilik. Bemalol kelib ko'raverasizlar, chorvachilikka zo'r joylar. Orqa tarafida katta Qorasuv daryosi oqib o'tgan. Mana shu xonadonimiz. Umumiy hisobda 16 sotik, 16 sotikdan 6 sotigini kesib sotyaptilar xonadon egalari. Chegaralarni hammasini ko'rsatib o'tamiz. Gaz, suv, svet, internet, kommunikatsiya tizimidan muammo yo'q. Chiqsanglar, bog'cha, maktab, korxona, tashkilotlar, hamma narsa bor. O'rtachirchiq tuman hokimiyatidan bir 500 metr uzoqda turibmiz. Hamma shart-sharoit zo'r. Qo'yliqqacha turgan joyimizdan 25 kilometr, Food Citygacha 21-22 kilometr uzoqlikda turibmiz. Like, podpiska esdan chiqmasin, joningiz sog' bo'lsin. Pastdagi raqamlar to'g'ridan-to'g'ri xonadon uy-joy egalariniki. 6 sotikli uy-joyimiz boshlang'ich narxi 45 ming AQSh dollari so'ralyapti. Yana barakasi bor, savdosi bor. Ulgurib qolinglar, qani boshladik. Bismillahirrohmanirrohim. Xonadonga kirib kelaverish mana. Fasad, darvozaxona, uyni ko'ryapsizlar. Uyni yarmi sotilyapti, ikki xona uyi ham kirib ketyapti. Gaz va sho'tchiklar mana hammasi o'rnatilgan ko'ryapsizlar. Plombalarigacha turibdi. Gazdan muammo yo'q. Bu yoqda mana uzun so'rilar. Juda ham katta keng. Darvozaxonani bitta ko'rsatib o'raylik, mana kirib kelaverish, ko'ryapsizlar. Bemalol 3-4 ta mashina sig'adi hovliga. Chegarani ko'rsatib o'taman. Mana shu uyi bo'lsa, uyini keng yarmi. Mana mashqdan devor uriladi. Mana shu turgan joyimdan chiziqdan to'g'ri devor uriladi. Bu tarafi sizniki shunda. Bu yog'i. Kalitga mana kichkina eshik xonadon egasiga qolib ketyapti. Mana bu yoqda mana xonadonlari, 2 xona uyi. 2 xona uylari hozir ko'rsatamiz. Mana eshikni narigi tarafdan ochib olasizlar. Bu eshikni mana yopib tashaladi, g'ish urib tashaladi. Xudo xolasa. Bismillahirrohmanirrohim. Mana uylari ko'ryapsizlar. Birinchi xona, atapleniya tizimi hammasi o'tgan, mana paravoylar. Juda ham zo'r holatda. Bu yog'i teglari pol ekan. Yana bitta xona, mana ichkarida sanujil, cho'milish xonasi. Endi sal qorong'iroq, svetlari yo'q ekan. Lampochka o'rnatib olasizlar. 45 ming dollar so'ralyapti. Orqa taraf katta bog', katta soy, uni ham ko'rsatamiz. Joyi yaxshi ekan lekin. Qadr. Xo'sh. Bu tarafga o'tamiz endi. Mana. Akamiz asalarichilik bilan shug'ullanar ekanlar. Tepadan qaranglar. Asallarni ilib tashagan. Mana shu o'rtadan bitta eshik ochasizlar, xudo xolasa. Bu ikkita xonaga kirishga. Endi orqa tarafini ko'rsatamiz. Bu yoqda mana podvali. Mana bog'da qarang. Kattaligini. Shuni teng yarmi sizniki bo'lyapti. Mana mashqdan bo'lyapti-da. Shu yerdan bo'lyapti. Mana. Mashqdan bo'lyapti, oxirigacha boradi. Xudo xolasa. Yo'qda mana kladovka, mayda-chuyda tovuqxona hammasi qolib ketyapti. İçimlik suvlari mana ichimlik suv, vodoprovod suv bittada chiqdi. Naporni ko'ryapsizlar. Motor o'rnatilmagan, shu holatda napor zo'r. Bog'da yarmi sizga o'tib ketyapti-da mana. Shunda. Qo'ni qo'shni bilan chegaralar bor mana. Bu yoqda. Boshdaga variant bor deydi.
Yo'g'i? Mashinaga variant. Ana uy egalari aytayapti, variantlaringlar bo'lsa taklif qilinglar. Pulinglar yetmayotgan joyga yangi mashina bo'lsa, olar ekanlar mana. Kelishib yuborasizlar. 45 ming kami bormi? Kami bor. 45 ming dollar. Yana kami bor ekan, xudo xolasa. Mana asalarichilik bilan shug'ullanar ekan. Bu yoqda o'rdaklar, tovuqlar hammasi yuribdi. Ko'rasizlar? Qanaqa chiroyli joylar. Yo'qdan mana o'rdak boqaman desanglar, mana suv oqib o'tgan. Suvlari bor. Zovur bo'yi. Mana boshidan oxirigacha ko'rsanglar bo'ladi. Nari yoqlar dala endi. Bu yoqdan mana bog'ni ko'rinishi, uyni ko'rinishi, fasad. 6 sotik. 45 ming yana kami bor, savdosini qilaveringlar. Variantlar bor ekan. Like, podpiska esdan chiqmasin, joningiz sog' bo'lsin. Sizga buyursa, nasib qilsin shunaqangi go'zal, fayzli, barokatli joylar. Hammaga rahmat, sog' bo'lasizlar.